Navbatdagi andazalarimiz 44-razmerdan 54-razmergacha klassik uslubdagi kostyumlarimizni andazalarini obzor qilamiz. Sotuvdagi 6 ta razmerimiz, ya'ni 44-razmerdan 54-razmergacha kostyumlarimizni 6 ta andazasida 6 xil yoqalarni joylashtirdik. Sababi siz mijozingizni xohishidan kelib chiqqan holatda klassik uslubdagi kostyum yoqalari, shalvi yoqalar yo bo'lmasam angliskiy yoqalarni siz bemalol bir-biriga o'zgartirish imkoniyati borligi uchun har xil yoqalardan foydalandik. Har bir detalda, qizlar, har bir detalda umumiy dalivoylar hamda umumiy razmerlarda santimetrlar, ya'ni o'lchovlarigacha qo'yib tayyorlangan. Har bir razmerdagi andazalarimizni detallarida oldi qismi, orqa qismi, qizlar, yon bokovoy qismi, oldi qismini, orqa qismini, yon bokovoy qismi hamda ikki chokli brend yenglaridan tashkil topgan. Mana shu ikki chokli brend yenglari bo'ladi, tikilganda mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatda detallari bo'ladi. Har bir detalida alohida dalivoylari tizilgan, qizlar. Hamda bu yerda aynan vitichkalari, qizlar, korreksiya qilingan. Hech qanaqa modellashtirmaysiz. Shuni matoga qo'yasiz, chok haqlarni qo'yasiz, bichasiz, tikasiz. Hech qayeriga teginmaysiz. Agarda brend liboslarni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa modellarni ham kirgizganmiz. Bu modellashtirishda siz bemalol ishlatishingiz mumkin. Buni darslik sifatida aynan bepul darsligimizga joylaganmiz. Siz mana shundan ko'rib ham ishlatsangiz bo'ladi, ya'ni foydalansangiz bo'ladi. Qizlar, aynan yeng tikish texnologiyasida juda ko'p qizlarimiz qiynaladi. Shuning uchun men tushuntirib o'tib ketaman. Yengda aynan bosh qismiga pasatka tushirasiz. Pasatka haqqi qo'yilgan hamda qarang, KP nuqtasiga qo'yib belgilaysiz. BSH nuqtasiga keladi, aylanib liniyalar BSH nuqtasigacha to'shni keladi. Bu yerda katta, kichkina bo'lmaydi hamda mana shu qismiga chok tushadi. Aynan mana shu vitichka qismi insonni qo'lini tirsak qismi kelib chiqadi, ya'ni tikilganda mana shu holatda bo'ladi. Bu yerda mana insonni tanasidagi tirsak qismi haqqi kelib chiqadi. Mana shu bilan kostyumingiz idealniy darajada chiqadi. Faqatgina detallarga, ya'ni andazalarga hech qayerga qirqmagan holatda chok haqi qo'yib tikasiz xolos.